yoshgina, ajinlardan qutulish desa, yoshgina bo'lib yurishdi. Qiz boladay bo'lib yurishni istaysizmi? Mana uni moyini chiqaring. Vo. Atirgul yog'i tayyor turibdi. Shuni olasiz. Mana shunday barglarni shunday yuling. Keyin soyada 1 soat 2 soatga qurib qoladi. Quriting. Harakat qiling, ko'proq kerak lekin. Ko'proq kerak. Mana shuni nimalarni olasiz. Quritasiz, xo'p deng. Aytdingizmi? Qurdi, tamom, qurdi. Keyin bankaga solasiz. Bankaga solib zaytun yog'i yoki achchiq bodom yog'ini solib to'ldirasiz. Bundan ko'proq bo'lish kerak, xullas botib turish kerak bu. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Yaxshi. Undan keyin bir 2 haftaga iliq joyda, quyosh nuri tegmaydigan joyga qo'yib qo'ying. Ha? Bu nimalarda bo'ladi? Undan keyin suzib olasiz. Agar yana kuchliroq bo'lishini istasangiz, yana quritib qo'yasiz, yana ivitasiz. Yana 2 hafta turgani. Mana shundan keyin xo'p deb turing, ha? Undan keyin